Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Perivalning mashhur patiri pechenyelik patir tayyorlaymiz. Qani ketdik. Kerakli mahsulotlar grammlarini yozib qoldirganman. Suvimiz ichiga tuz va dro'jja solamiz. Mahsulotlarni ketma-ketlikda videoda ko'rsatilgandek solamiz. Xamir qorishni boshladik. Xamirimizni qattiqligi o'rta me'yorda bo'lishi kerak. O'ta yumshoq emas, qattiq ham bo'lib ketmasin. Oilamiz a'zolariga qarab xamirni ko'p yoki kam qilishimiz mumkin. Xohishga ko'ra xamirimiz ichiga jizza yoki yong'oq solishimiz mumkin. Menda jizza borligi uchun jizza soldim. Xamirimiz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek to'rt bo'lakka bo'lib olamiz. Men nonlarni kichikroq yasadim. Xona haroratida 30 minutga xamirimizni tindirib qo'yamiz. Bu orada tinim bilmay yog'ayotgan qorlarni tomosha qilib turamiz. Yog'ayotgan qorga oshiq bo'lib, bir dona nonim yasab qo'yganim bilmay ham qo'yibman. Shu ko'rinishda nonlarimiz chekkasini pichoq yordamida kesib olamiz. Ko'rsatilgandek yasab olamiz. Nonni yasash jarayoni ham juda ham oson. Non o'rta qismini chekich yordamida chekib olamiz. Agarda bo'lmasa, menga o'xshab pichoq yordamida setga chaqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Duxovkamizni 170 gradusga qo'yib, tepa-past yoqib pishirib olamiz. Ko'rib turganinglardek patirchalarimiz tayyor. Bu patirimiz ustiga sut ham surkalmaydi, tuxum ham surkalmaydi. Bir marta bo'lsa ham bu patirchalarni pishirib ko'ringlar va afsus qilmaysizlar. Xuddi o'sha Perivalning shirin pechenyelik patirini ta'mi bilan bir xil. Azizlarim, sizlardan like, kommentariya va obuna kutib qolaman. Bu videoni yaqinlaringizga jo'natinglar va xuddi shu usulda men tayyorlagan patirdan tayyorlab ko'ringlar.